hayotini siz biz inshaalloh saqlab qolishimiz mumkin. Shuning uchun bir harakat qilib yuring. Qancha gruppa bormi? Sargazenning bolalariga ham katta rahmat. Hammalaringizga katta rahmat. Sargazenning bolalari telefon qilib, gruppalarga cheklarni talab, biz pul talayapmiz, yordam qilyapmiz deb malades shularga katta rahmat. Assalomu alaykum qadr baland obunachilar. Nabijun Nurmatov live kanaliga xush kelibsiz. Iltimos shu videoni oxirigacha ko'ringizlar. Ya'niki bu oynamiz 40 yoshda, 5 ta farzandi bor. 2 pochkasi ham otkazga ketgan. Bir pochkasi 8% ishlaydi, xolos. Ikkinchi pochkasi umuman ishlamayapti. Hozir 300 ming so'm pul kerak. 68 ming so'm pul yig'ilgan edi birinchi videomizda, ikkinchi videomizda xolos 2 ming so'm pul yig'ildi. Har 2 ming so'm. Shuning uchun kuch birlikda bir harakat qilaylik. Tama ko'l bo'lar deydi, tanmay qolsa cho'l bor deydi. Shuning uchun biz birodarlar bir tamdiraylik inshaalloh. Xayr ehson qiling. Birlaringizga minglaringizga million bersin. Qilgan xayr sadaqalaringizni Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Bir rublmi, bir so'mmi uyat yo'q. İmkanı baricha. İmkanınız bo'lmasa gruppalarga taylab tarqatib qo'ysangiz, shuni o'zi ham xayr sadaqa bo'ladi. İnshaalloh duoda bo'lingizlar, shu oynamiz 5 ta farzandning boshiga yana sog' bo'lib kelsin. Bir uy solish yoki mayda kasal emas. Bu hozir hayotini siz biz inshaalloh saqlab qolishimiz mumkin. Shuning uchun bir harakat qilib yuring. Qancha gruppa bormi? Sargazenning bolalariga ham katta rahmat. Hammalaringizga katta rahmat. Sargazenning bolalari telefon qilib, gruppalarga cheklarni talab, biz pul talayapmiz, yordam qilyapmiz deb malades shularga katta rahmat. Albatta ota-onalarga rahmat. Shunday saxiy insonlar bor ekan, shunday insonlarga xayr, saxovat ko'rsatib yordam qilyapti. Shuning uchun qo'lingizdan kelsa yordam qiling. Kimdir ko'ryapti, kimdir kuzatyapti. Hammalaringizga katta rahmat. Dunyo turuncha turingizlar inshaalloh. Bu kasallik hech kimning boshiga tushmasin. Aynan bir gapirsangiz. Assalomu alaykum YouTube. Qandaysizlar, hamma kasazlarsizlarmi? Men shu ahvolga tushib qolganman. Pochkalarim qurib ketgan. Sizlardan yordam so'rayman, iltimos yordam qilinglar, qo'lingizdan kelgancha. Shu yig'ilgan pullarga kattadan rahmat. Hali jetmayapti shu pulimiz. Yana bir harakat qilinglar, iltimoslardan. Xudo xudoga shukr endi. Buyog'am Xudoyim yana pul yig'ilsin. Shu operatsiyaga yetib qolsa bo'ldi. Mana boshqa ishim kerak emas. Hozir bugun 14 dekabr kuni bu oynamizda mazmuni ko'p gapirsa yana mazasi qochishi mumkin. Biz gapimizni bo'ldim ayna. Mana qizlari bu nechinchi farzandingiz ayna? Bu ikkinchi farzandim. Qanasiga bu ota-ona nima qiladi? Iki buyruğu qurib qolgan. Aynalardan yordam so'raqada. Assalomu alaykum aynajonlar, opajonlar, yordam beringizlar. Iltimos